ertaga Moskvada. Menga qarang. Bu yo'lda supurgini pul deyishadi. Unisini bilmadim. Biz unaqa ishlarga aralashmaymiz. O'tir. Bizni sostav turistlarni olib yuradi. Umuman haligi to'ydagi bo'ladigan xarjlar to'g'risida gaplashib olsak. Chunki vaqt ketib qolibdi. Endi shuning uchun uzrli tomonlari bor. Hech narsani keragi yo'q. Hamma narsa tayyor. Xudoga shukr, biz unaqangi eski odamlardan emasmiz. Bo'limga javob qo'yamiz, ha? Endi bizga kuyov bola salomat bo'lsa bo'ldi. Bu beramiz degan gaplarni hojati yo'q menimcha. Bir kunlik to'y. Karnayni votib Albatta. 2 yoshni bir-biriga qovushtirib qo'yish bizning vazifamizda. Rahmat. Tushungan odam ekansizlar. Kuyov kelin albatta harj kam bo'lsa urinmaydi. Lekin shundoq bo'lsa ham to'y harsiz bo'lmaydi. Shunday emasmi? Ha, aylanay. Qizimiz qayerda bo'lsa